رسول الله يا سندي ضعفت وخانني جلدي وهاج الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فأدركني وخذ بيدي. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tanovul qilgan taomlar. Taom tanovul qilish odoblari. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'z hayotlari davomida yaxshi ko'rib tanovul qilgan yoki tanovul qilmagan taomlari haqida so'z yuritishdan oldin u zotning ayni shu boradagi ummatlariga bergan ta'limlari va o'rgatgan odoblariga to'xtalib o'tish o'rinlidir. Chunki bunday ta'lim va odoblar taom turlarini zikr etishdan oldingi muhim qoidalar qatoriga kiradi. Taom tanovul qilishdan oldin bismillahni aytish va yeb ichib bo'lgandan keyin alhamdulillahni aytish. Umar ibn Abu Salama roziyallohu anhu Rasululloh menga shunday o'rgatganlar deya hadisni rivoyat qildi. Bismillahni ayt, o'ng qo'ling bilan tanovul qil va taomni o'zingga yaqin joydan ol. Muttafaqun alayh. Ushbu hadis musulmon kishi uchun ovqatni tanovul etishdan oldin Bismillahirrohmanirrohimni ochiq aytish lozimligiga dalolat qilmoqda. Bismillahni aytishning himmat va foydalari juda ko'p. Tanovul paytida shaytonlarni haydaydi va taomga sheriklik bo'lishdan to'sadi. Taomga baraka keltiradi. Musulmon kishi bismillahni aytib, Allohni zikr etganda taomdan ortiqcha yeb qo'yishdan saqlaydi. Chunki uni aytish banda qalbiga ruhiy xotirjamlikni kiritadi. Chunki ko'p ovqat yeyish tanani og'irlashtiradi hamda ibodat va amalda yalqov va dangasa qilib qo'yadi. Ayniqsa Ramazon oyida roza tutish vaqtida buni yaqqol kuzatish mumkin. Rozadorlar iftorlik vaqtida ko'p yeb ichish oqibatida xufton va tarovih namozlarini ado etishga rag'bat susayadi. Yuqoridagi hadisga ko'ra, birinchi navbatda kishi ko'pchilikka taom keltirilganda o'z oldidan tanovul qilishga odatlanadi. Bu dinimizning go'zal odobi va qadriyatlaridan biri bo'lib, turli tadbir, marosim va to'ylarda o'ziga xos yuksak ma'no kasb etadi. Chunki taom birgalikda tanovul qilinganda tartib bilan qo'l uzatilib, bir-birlariga to'qnashib ketmasligi ta'minlanadi. Ayniqsa bu odobga rioya etish taomni baham ko'rishda katta ahamiyat kasb etadi. Agar mehmonlar taomlanishda bir-birlariga xalaqit bersa, darhol qo'llar tortilib, o'rtada xijolatchilik yuzaga kelishi mumkin. Yuqoridagi foyda va manfaat bilan bog'liq yana bir jihat mavjud bo'lib, taomni o'z oldidan qo'l uzatib tanovul etish kishilarda turli yuqumli kasalliklar tarqalishini oldini oladi. Agar kishi dasturxon ustida o'z oldidan olib yesa, undagi kasallik boshqalarga yuqish xavfi kamayadi. Oysha roziyallohu anhu shunday dedilar: Muhammad alayhissalom marhamat qildilar. Agar birortangiz taom tanovul qilsa, bismillahni aytsin. Agar esdan chiqarsa, u holda esiga tushganda bismillahi avvalahu va axirahu, avvali va oxirida Alloh nomi bilan deb aytsin. Abu Dovud va Termiziy rivoyatlari. Termiziy ushbu hadisni hasan hadis deb aytgan. Jobir roziyallohu anhu rivoyatida Muhammad alayhissalomning shunday deganlarini eshitdim. Kishi uyga kirganda va taom tanovul qilish oldidan Alloh nomini zikr etsa, shayton o'z sheriklariga bu yerda bugun qora olmaysiz va tanovul ham qila olmaysiz deydi. Kishi agar uyga kirib Alloh nomini zikr etmasa, unda shayton bu uyda qola olasiz. Agar taomlanishdan oldin ham Alloh nomini zikr etmasa, bugun bu yerda tanovul ham qila olasiz deb keltirilgan. Muslim rivoyati. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu keltirgan rivoyatda shunday deyilgan: Muhammad alayhissalom kim taom tanovul qilsa, undan keyin alhamdulillahillazi at'amani haza va razaqnihi min g'ayri havlin minni va la quwwa, shu taom bilan meni taomlantirgan va meni kuch-quvvatimsiz o'zi rizqlantirgan Allohga hamd va sano bo'lsin desa, uning oldingi qilgan gunohlari kechiriladi dedilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyatlari. Termiziy mazkur hadisni hasan hadis deganlar. Musulmon kishi yeydigan taomdan ayb nuqson qidirmasligi, aksincha uni maqtashi lozimligi. Bunga odatlanish taom tanovul qilishda muhim odoblar sirasiga kiradi. Chunki taom Allohning bandalariga ato etgan rizq nasibasidir. Shuning uchun musulmon kishi Alloh bilan odob doirasida munosabatda bo'lishi va Alloh bergan rizq nasibadan norozi bo'lib, mabodo uning biron aybi bo'lsa ham uni tilga olmasligi lozim. Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladi: Muhammad alayhissalom hech qachon taomni ayblamasdilar. Agar xohlasalar, undan tanovul qilardilar. Agar yegilari kelmasa, yemas edilar. Muttafaqun alayh. Mana shu hadis payg'ambarimizning taom tanovul qilishda odoblari qanday bo'lganiga dalolat qiladi. U zot taomni yo tanovul qilar, yo tanovul qilmasdilar. Taomning sifatini maqtab, ta'riflab, uning biron aybi bo'lsa, uni zikr etmasdilar. Yuqorida aytilganidek, taom Allohning bergan rizqidir. Musulmon kishi bu narsani juda teran anglab olishi lozim. Ayrim musulmonlar
musulmonlar taomning ayb kamchiligini aytib, nuqsonlarini zikr etishadi. Bir tasavvur qilib ko'ring, agar otangiz bir taomni keltirsa, siz uni yomonlasangiz, otangizni yomonlagan bo'lasiz. Chunki aynan otangiz taomni olib kelgan yoki tayyorlagan. Ushbu qiyos taomni yomonlash va ayblash bo'yicha tabiiy bir misoldir. Taomni maqtash va uni bor holicha madh etish bo'yicha Jobir roziyallohu anhu dan shunday rivoyat qilinadi. Muhammad alayhissalom adam, udomlik non, xushxo'r qo'shilgan non keltirishni so'radilar. Biz faqat sirka bor dedik. U kishi olib keling dedilar. So'ng sirka qanday yaxshi xushxo'r, sirka qanday yaxshi xushxo'r dedilar. Muslim rivoyati. O'ng qo'l bilan tanovvul qilish. Bu payg'ambar alayhissalom o'rgatgan odoblardan biri bo'lib, Allohning nomini zikr et, o'ng qo'ling bilan tanovvul qil va o'z oldingdan tanovvul qil hadislarida keltirildi. Bu mavzuni to'liqroq tushunish uchun yana Salama ibn Akva rivoyat qilgan hadis ham misol bo'la oladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning oldilarida chap qo'li bilan tanovvul qilayotgan edi. Payg'ambar alayhissalom unga o'ng qo'ling bilan tanovvul qil dedilar. U kishi men o'ng qo'lim bilan tanovvul qila olmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q, qo'lingdan keladi dedilar. Jobir dedi. Uning kibri bunga yo'l qo'ymas edi. So'ng u o'z qo'lini luqma bilan ko'tara olmay qoldi. Bir narsaga suyanib o'tirgan holda tanovvul qilishdan qaytarish. Bu mavzuda Abu Juhayfa Vahb ibn Abdulloh roziyallohu anhu dan hadis rivoyat qilingan. U dedi: Payg'ambar alayhissalom dedilar: "Men suyanib, yotib, yonboshlab taom tanovvul qilmayman" dedilar. Buxoriy rivoyati. Ba'zi ulamolar suyanish pastroqdagi narsaga tayanish bo'lib, u zot takya yoki yostiq kabilarga suyanib, ko'p ovqatlanuvchi kishilarga o'xshamasdilar, balki taomni to'g'ri va tik o'tirgan holda tanovvul qilardilar. Boshqa olimlar bir tomonga suyanishning o'zi haqida so'z borayotganini zikr etishgan. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu dedi: "Men payg'ambar alayhissalomni 3 ta barmoqlari bilan tanovvul qilishlarini va tanovvuldan so'ng barmoqlarini yalaganlarini ko'rganman." Muslim rivoyati. Bu barcha barmoqlarni ishlatib, taomni og'izga ko'p olib kelish nojoizligi va hazm chog'ida oshqozonga og'irlik qilmasligi uchundir. Taomni ko'pchilik bilan tanovvul qilish. Abu Hurayra roziyallohu anhu keltirgan rivoyatda payg'ambar alayhissalom 2 kishilik taom 3 kishiga, 3 kishilik taom 4 kishiga kifoya qiladi dedilar. Muttafaqun alayh. Jobir roziyallohu anhu dedilar: "Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitdim. 1 kishilik taom 2 kishiga, 2 kishilik taom 4 kishiga, 4 kishilik taom 8 kishiga kifoya qiladi" dedilar. Muslim rivoyati. Yuqoridagi hadislarda kishilar o'rtasidagi bir-birlariga hurmat-ehtirom, xususan ocharchilik vaqtlarida bir-birlarini mehmon qilishlari lozimligi, agar qanoatli bo'linsa, ozgina taom ham barchaga yetib, ortib qolishi haqida so'z yuritilmoqda. Muhammad alayhissalom tanovvul etgan taom turlari va ularning tarkibi. Bu o'rinda payg'ambar alayhissalomning hayotlari davomida tanovvul etgan taomlarning turlari va tarkibi mutavotir va sahih hadislar orqali ko'rib chiqiladi. Xurmo mazkur meva turi Muhammad sallallohu alayhi vasallam iste'mol qiladigan ozuqalar ichida eng mashhuridir. Bu borada ko'plab hadislar rivoyat qilingan. Bu hadislarda payg'ambar alayhissalom boshqa mevalarga qaraganda xurmoni ko'proq yaxshi ko'rib iste'mol qilganlari ayon bo'ladi. Sahihayn, Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadis to'plamlari kitobida shu ma'nodagi hadis aynan Ka'b ibn Malik va Ibn Umardan rivoyat qilinadi. Rasululloh alayhissalom daraxtlarning ichida shunday borki, barglari tushmaydi. U musulmon kabidir. U qanday daraxtligini bilasizlarmi deb so'radilar. Kishilar cho'lda o'sadigan daraxtlarni ayta boshladilar. Abdulloh ibn Umar dedi: "Men ichimda bu xurmo daraxti deb o'ylab turdim-u, lekin aytishga uyaldim." So'ng kishilar: "Yo Rasululloh, o'zingiz ayting" deydi. U zot xurmo daraxti dedilar. Men otam Umar roziyallohu anhuga bu eshitganimni aytib berganimda, menga uning xurmo daraxti bo'lgani boshqasidan yaxshiroqdir dedi. Muttafaqun alayh. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Ibn Umar shunday dedi: "Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xurmo daraxti tanasidan chiqadigan suyuqlik, ya'ni yog'ni yeyotganlarida birga edim. U zot daraxtlarning shundaylari borki, barakasi xuddi musulmon kishining barakasiga o'xshaydi" dedilar. Buxoriy bu hadisni dinda faqih bo'lish haqida hayo qilinmaydigan narsalar kitobining bir bobida keltiradi. Mashhur Sahihayn asarida Ibn Umarning yuqoridagi rivoyatiga qo'shimcha tarzda yana shunday rivoyat qilinadi: "Men Abu Bakr va Umar indamay turganlari uchun so'z aytishdan tortindim." Buxoriy bu rivoyatni kattani hurmat qilish va imomning biror masala bo'yicha atrofdagi kishilar ilmini bilish uchun imtihon qilishi haqidagi bobda keltirib o'tadi. Oysha roziyallohu anhu dedi: "Oydan oyga qarab turardik. Payg'ambar alayhissalomning uylarida qozon osilmasdi. Yemagimiz faqat xurmo bilan sut bo'lardi.
Rasululloh alayhissalomning ansoriy qo'shnilari ba'zan bizga ichishimiz uchun sut keltirib berishardi. Biz shuni ichardik. Buxoriy rivoyati. Sahihayn kitobida Sa'd ibn Abu Waqqosdan keltirilgan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: kimki ertalab 3 ta ajva xurmosidan iste'mol qilsa, unga o'sha kun zahar ham, sehr ham ta'sir qilmaydi. Buxoriy rivoyatida o'sha kuni kechgacha degan lafz ham qo'shilgan. Shu bilan birga 7 marta tanovul qilsa, 2 sharq va g'arb tomoni qora toshloq yer bo'lgan joy, ya'ni Madinada yashovchilar ertalab turib yesalar, hechgacha zahar ta'sir qilmaydi lafzi bilan ham rivoyat qilingan. Oysha roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini keltiradi: Oliyaning xurmosi shifodir. Oliya Madina yaqindan bir tomondan Najd va boshqa tomondan Tihoma o'rtasidagi joy. Madinaga yaqin joyi 5 kilometr, uzoq joyi 14 kilometr. Ertalab yeyilsa taryoq, zaharni kesadigan majun, doridek shifodir. Muslim rivoyati. Abu Dovud Sa'ddan rivoyat qiladi: bir kun kasal bo'lib qolganimda payg'ambar alayhissalom meni ko'rgani keldilar. Qo'llarini ko'kragim ustiga qo'yganlarida qalbimga o'zgacha salqinlik yetib keldi. So'ng u zot: yuragingda og'riq bor, Xoris ibn Kaldani chaqirtir. U senga 7 ta ajva xurmosidan olib, danaklari bilan aralashtirib, og'zingga solib davolasin dedilar. Xurmoning foydalari. Xurmo A vitaminiga boy bo'lib, fosfor, temir, kalsiy va qand moddalari hamda B1 va B2 vitaminlariga to'yingan meva sifatida qadrlanadi. Shuni bilish lozimki, 1 kilogramm xurmo mevasi 3000 kaloriya quvvatga ega bo'lib, bu bir kishining 24 soatlik quvvatiga tengdir. Agar o'zaro solishtirilsa, 1 kilogramm xurmo 1 kilogramm go'shtning kaloriyasiga teng va baliq go'shtidan 3 barobar ko'p quvvatga ega meva turi hisoblanadi. Aynan xurmoda A vitamini ko'proqligi uchun go'dak bolalarning o'sishi va suyaklarning mustahkam bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'rish quvvatini oshirib, ko'z bilan bog'liq asab tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Quloqning asab tizimlarini kuchaytirib, qon tomirlarini yumshatadi. Shuningdek, unda ichak yallig'lanishi, quvvatsizlik, zaiflik va yazva kasalliklariga shifoli xususiyati mavjud. Bundan tashqari, jigar kasalliklariga ham foydasi bo'lib, lab yorilishi, teri qurishi kabi kasalliklar oldini olishda yordam beradi. Shuningdek, uning sport bilan shug'ullanuvchi va aqliy mehnat qiluvchilar uchun foydasi katta. Xurmo boshqa mevalardan ko'ra fosforga boyroqdir. Har 100 gramm xurmoda 40 gramm fosfor mavjud. Bu esa suyak va tishning baquvvat bo'lishiga omil bo'ladi. Jinsiy quvvatni oshiradi. Unda magneziy borligi uchun saraton kasalligidan davolanishda asqotadi. Shuningdek, ro'zador kishi uchun iftorlik va saharlikda tanovul qilish kun bo'yi quvvatli bo'lib yurish va toliqmaslikda ko'mak beradi. Tanadagi muvozanatni saqlaydi. رسول الله يا سندي ضعفت وخانني جلدي وهاج الشوق في كبدي وهاج الشوق في كبدي فأدركني وخذ بيدي